Bugun men sizga pensiya bo'yicha juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensiya ikkiga bo'linadi degan gap nimani anglatadi? 60 yoshdan oshgan pensionerlar uchun qanday o'zgarishlar bo'lishi mumkin? Kim bundan xavotir olishi kerak? Kim esa bemalol o'z pensiyasini odatdagidek olishda davom etadi? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner ota-ona, bobo-buvi yoki qarindosh bor. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki men bu mavzuni oddiy tilda, hujjat, misol va amaliy qadamlar bilan tushuntiraman. Avvalo eng muhim savolga javob beraman. Pensiya ikkiga bo'linadi deganda ko'pchilik o'ylagandek, hammaning pensiyasi yarmiga kamayadi degan ma'no chiqmaydi. Bunday gaplar odatda ijtimoiy tarmoqlarda vahima bilan tarqaladi. Kimdir pensiyani ikkiga bo'lishar ekan. Kimdir 60 yoshdan oshganlarga endi alohida tartib bo'lar ekan. Yana kimdir pulning bir qismini berib, qolganini ushlab qolishar ekan deb aytadi. Men bu yerda masalani to'g'ri ajratib tushuntiraman. Birinchi masala pensiyaning hisoblanishi, ikkinchi masala pensiyaning to'lanishi, uchinchi masala esa pensionerning boshqa daromadi. Masalan, ish haqi, nafaqa, kompensatsiya yoki qarzdorliklari bilan bog'liq. Oldin qanday edi? Odatda fuqaro pensiya yoshiga yetganda u pensiya jamg'armasi yoki tegishli vakolatli organ orqali yoshga doir pensiya tayinlash uchun murojaat qilardi. Erkaklar va ayollar uchun yosh, ish staji, sug'urta badallari, ish haqi ma'lumotlari, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotlari ko'rib chiqilardi. Shundan keyin pensiya miqdori belgilanardi. Pensioner har oy o'z pulini bank kartasi, naqd to'lov yoki boshqa belgilangan usul orqali olardi. Agar pensioner ishlasa, ayrim holatlarda uning pensiyasiga ta'sir qiladigan tartiblar bo'lgan. Ayrim holatlarda esa pensiya to'liq to'langan. Vaqt o'tishi bilan bu sohada elektron bazalar, bank kartalari, avtomatik tekshiruvlar, daromadlar integratsiyasi kuchaydi. Endi nima o'zgaryapti yoki odamlar nima haqida gapiryapti? Asosiy gap shundaki, pensiya masalasida pulning manbasi, to'lov turi va huquqiy asoslari aniqroq ajratilishi mumkin. Masalan, bir pensioner oddiy yoshga doir pensiya oladi. Ikkinchi pensioner nogironlik bo'yicha pensiya yoki nafaqa oladi. Uchinchi pensioner boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov oladi. To'rtinchi pensioner esa ish haqi ham oladi, pensiya ham oladi. Beshinchi holatda odamning ijro hujjati bo'yicha qarzdorligi bo'lishi mumkin. Masalan, aliment, kredit, zarar undiruvi yoki sud qarori. Mana shunday vaziyatlarda pensiya ikkiga bo'linadi degan ibora turlicha talqin qilinadi. Aslida esa har bir to'lovning huquqiy maqomi alohida bo'ladi. Men tomoshabinlarga shuni aniq aytaman. Eng katta xato bir xil gapni hamma pensionerga qo'llashdir. 60 yoshdan oshgan odamlarning hammasi bir xil holatda emas. Kimdir 30 yil ishlagan, kimdir 12 yil stajga ega, kimdir umuman rasmiy ishlamagan, kimdir chet elda ishlagan. Kimdir yakka tartibdagi tadbirkor bo'lgan, kimdir fermer xo'jaligida mehnat qilgan. Kimningdir ish haqi to'liq rasmiy bo'lgan, kimningdir maoshi konvertda berilgan. Shu sababli pensiya miqdori va unga tegishli o'zgarishlar har bir odamda alohida natija beradi. Endi batafsil tushuntiraman. Kim nimani bilishi kerak? Birinchi navbatda pensiya miqdori odatda 3 ta katta omilga bog'liq bo'ladi. Ish staji, rasmiy daromad va qonunchilikda belgilangan bazaviy hisoblash tartibi. Agar odam ko'p yil rasmiy ishlagan bo'lsa, uning hujjatlari to'g'ri saqlangan bo'lsa, ish haqi bo'yicha ma'lumotlar bazada mavjud bo'lsa, pensiya hisoblashda muammo kamroq bo'ladi. Agar hujjatlar yo'qolgan, korxona yopilgan, arxivdan ma'lumot topilmagan bo'lsa, pensiya kamroq chiqishi yoki qayta tekshirish talab qilinishi mumkin. Masalan, birinchi holatni olaylik. Toshkent viloyatida yashovchi 62 yoshli erkak 35 yil rasmiy ishlagan. Uning mehnat daftarchasida barcha yozuvlar bor, ish haqi ma'lumotlari ham elektron bazada ko'rinadi. U yoshga doir pensiya oladi. Agar pensiya ikkiga bo'linadi degan gapni eshitib qo'rsa, bu odam avvalo o'z holatini tekshirishi kerak. Uning oddiy pensiyasi hech qanday asossiz yarmiga bo'linib qolmaydi. Agar qarzdorligi bo'lmasa, to'g'ri tayinlangan ortiqcha to'lov aniqlanmasa yoki u bir vaqtning o'zida ikki xil to'lovni qonunga zid tarzda olmayotgan bo'lsa, pensiyani yarmiga qisqartirish uchun asos bo'lmaydi. Ikkinchi misol. 11 yoshli ayol 20 yil maktabda ishlagan, keyin uyda farzand tarbiyasi bilan shug'ullangan. U pensiya oladi, lekin miqdori qo'shnisinikidan kamroq. U nega menga kam, qo'shnimga ko'p deb o'ylaydi. Bu yerda asosiy sabab staj va ish haqi bo'lishi mumkin. Qo'shnisi 38 yil rasmiy ishlagan,
yuqoriroq maosh olgan, ustama va mukofotlari hujjatda aks etgan bo'lishi mumkin. Demak, pensiyaning farqi yangi o'zgarishdan emas, avvalgi mehnat faoliyati va rasmiy daromadlar hisobidan kelib chiqishi mumkin. Uchinchi misol. 65 yoshli pensioner pensiya oladi, shu bilan birga qorovul bo'lib ishlaydi va oyiga 2 million so'm ish haqi oladi. Bu odamning holati alohida tekshiriladi. Chunki u pensiya va ish haqini bir vaqt olyapti. Qonunchilikda ishlovchi pensionerlar bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Ayrim toifalarga pensiya to'liq saqlanadi, ayrim vaziyatlarda esa to'lovlar qayta hisoblanadi yoki ma'lumotlar yangilanadi. Shuning uchun ishlayotgan pensioner eng avvalo ish beruvchisi uni rasmiy ro'yxatdan o'tkazganmi? Soliq va ijtimoiy to'lovlar to'g'ri aks etyaptimi? Shuni tekshirish kerak. 4-misol. Bir kishi pensiya oladi, lekin uning bank kartasidan har oy ma'lum summa ushlab qo'linadi. U buni pensiyamni ikkiga bo'lishdi deb tushunishi mumkin. Aslida esa bu ijro hujjati bo'yicha ushlab qolish bo'lishi ehtimoli bor. Masalan, sud qarori, aliment kredit qarzi, kommunal qarzdorlik, soliq qarzi yoki boshqa majburiy undirish bo'lsa, ma'lum foizda ushlab qolish amalga oshiriladi. Bu pensiya qonun bilan yarmiga tushirildi degani emas, balki qarzdorlik bo'yicha alohida jarayon. Bunday holatda pensioner bankka borib shunchaki pulim kamaydi demasdan, majburiy ijro byurosi yoki tegishli organlardan ushlab qolish sababi haqida ma'lumot olish kerak. 5-misol. 6 yoshdan oshgan ayol ijtimoiy nafaqa oladi, lekin keyin yoshga doir pensiya olish huquqi paydo bo'ladi yoki hujjatlari tiklanadi. Ba'zi odamlar nafaqa va pensiyani bir vaqtda to'liq olaman deb o'ylaydi, ammo ko'p holatda bir xil maqsaddagi ijtimoiy to'lovlar qo'shib berilmaydi. Balki qonunda belgilangan tartibda biri tanlanadi yoki qayta rasmiylashtiriladi. Mana shu joyda ham ikki to'lov, ikki qism bo'linish degan tushunchalar paydo bo'ladi. Lekin bu hammaning pensiyasi bo'linadi degani emas. Balki bir odam bir vaqtning o'zida qaysi to'lovga haqli ekanini aniqlash jarayoni. Kim xavotir olishi kerak? Men buni aniq aytaman. Hujjatlarda noaniqlik borlar, ish staji to'liq tasdiqlanmaganlar. Bank kartasidan sababsiz ushlab qo'linayotganini ko'rganlar. Bir vaqtning o'zida bir nechta ijtimoiy to'lov olayotganlar, ishlayotgan pensionerlar, chet eldan pensiya yoki boshqa daromad olayotganlar va qarzdorligi bor pensionerlar o'z holatini tekshirtirishi kerak. Chunki muammo ko'pincha umumiy o'zgarishda emas, shaxsiy ma'lumotlardagi nomuvofiqlikda bo'ladi. Kim xavotir olmasligi kerak? Agar siz pensiyani yillar davomida qonuniy olib kelayotgan bo'lsangiz, har oy bir xil tartibda to'lov kelayotgan bo'lsa, qarzdorlik bo'yicha xabarnoma olmagan bo'lsangiz, pensiya tayinlash hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, muomalaga tushishiga hojat yo'q. Lekin baribir men har bir pensionerga yiliga kamida bir marta pensiya hujjatlari, bank tushumlari va shaxsiy ma'lumotlarni tekshirishni maslahat beraman. Chunki bazadagi kichik xato ham keyinchalik katta muammoga aylanishi mumkin. Endi istisnolar, nozik jihatlar va ko'pchilik bilmaydigan tuzoqlar haqida gapiraman. Birinchi nozik jihat, pensiya bilan nafaqa bir xil narsa emas. Odamlar ko'pincha davlatdan pul olyapman, demak hammasi pensiya deb o'ylaydi. Yo'q. Pensiya odatda mehnat staji va sug'urta tizimi bilan bog'liq. Nafaqa esa ijtimoiy yordam sifatida alohida shartlar asosida tayinlanishi mumkin. Shuning uchun bir to'lovdagi o'zgarish ikkinchisiga avtomatik ta'sir qilmasligi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, pensiya tayinlangan sana juda muhim. Masalan, bir odam pensiya yoshiga yanvar oyida yetgan, lekin hujjat topshirishni iyungacha cho'zgan. Bu holatda to'lov qachondan boshlanishi, orqaga hisoblanishi yoki hisoblanmasligi qonundagi muddatlarga bog'liq bo'ladi. Odam menga 6 oy pul bermadi deb norozi bo'lishi mumkin. Lekin hujjat topshirish sanasi, murojaat muddati, yetishmayotgan ma'lumotlar va rasmiy javoblar ko'rib chiqiladi. Shu sababli pensiya yoshiga yaqinlashgan odam hujjatni oxirgi kunga qoldirmasligi kerak. 3-nozik jihat. Mehnat daftarchasidagi yozuvlarning sifati. Korxona nomi noto'g'ri yozilgan, muhr o'qilmaydi, buyruq raqami yo'q, ishga kirgan va chiqqan sana mos kelmaydi. Familiya o'zgargan. Nikohdan keyingi familiya hujjatlarida turlicha yozilgan bo'lsa, pensiya hisoblash savollari paydo bo'ladi. Ayniqsa 1990-yillar va 2000-yillarning boshida ishlaganlar uchun arxiv hujjatlari muhim. Korxona tugatilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlash kerak. 4-nozik jihat, chet elda ishlagan davr. Ko'pchilik men Rossiyada, Qozog'istonda yoki boshqa davlatda 10 yil ishladim, shu ham stajga kiradi deb o'ylaydi. Bu masala davlatlar o'rtasidagi kelishuvlar, rasmiy ishlaganlik,
sug'urta to'lovlari va tasdiqlovchi hujjatlarga bog'liq. Agar odam chet elda norasmiy ishlagan bo'lsa, faqat og'zaki aytish bilan stajga qo'shib bo'lmaydi. Agar rasmiy shartnoma ish haqi, sug'urta badali va tegishli ma'lumotnoma bo'lsa, masala boshqacha ko'rib chiqiladi. 5-nozik jihat: ortiqcha to'langan pensiya. Ba'zan davlat organi xatolik bilan odamga ko'proq pul to'lab yuborgan bo'lishi mumkin. Keyin tekshiruvda bu aniqlansa, ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinadi yoki keyingi pensiyalardan ma'lum qismi ushlab qolinadi. Pensioner buni pensiyamni bo'lib tashlashdi deb tushunadi. Lekin aslida oldingi davrda noto'g'ri to'langan mablag'ni qaytarish jarayoni bo'lishi mumkin. Bunday holatda albatta yozma qarorini talab qilish kerak. Og'zaki gap bilan pul ushlab qo'linmasligi kerak. 6-nozik jihat: bank kartasi va ishonchnoma. Ayrim pensionerlar pensiya kartasini farzandiga, nevarasiga yoki qo'shnisiga berib qo'yadi. Keyin karta orqali pul yechiladi. Pensioner esa menga kam tushyapti deb o'ylaydi. Men bunday holatlarni ko'p ko'rganman. Pensioner SMS xabarnomani yo'qmagan, bank ilovasini ishlatmaydi. Karta kimning qo'lida ekanini nazorat qilmaydi. Natijada pul keladi, lekin darhol yechib olinadi. Bu pensiya kamaygani emas, moliyaviy nazorat yo'qligi. Shuning uchun har bir pensioner yoki uning ishonchli yaqinlari bankdan hisobvaraq ko'chirmasini olib, qachon qancha pul tushgani va qachon yechilgani tekshirishi kerak. 7-nozik jihat: 6000 yoshdan oshganlarning hammasi bir xil huquqqa ega emas. Ayollar va erkaklar uchun yoshga doir pensiya shartlari, ish staji, imtiyozli pensiya asoslari, nogironlik holati, zararli mehnat sharoiti, harbiy xizmat, ko'p bolalik, bo'g'uvchisini yo'qotganlik kabi holatlar alohida ko'rib chiqiladi. Masalan, zararli ishlab chiqarishda ishlagan odam oddiy ishda ishlagan odam bilan bir xil tartibda baholanmasligi mumkin. Ko'p yil pedagog, tibbiyot xodimi yoki boshqa maxsus sohada ishlaganlarda ham o'ziga xos shartlar bo'lishi mumkin. 8-nozik jihat: indeksatsiya va qayta hisob-kitob. Pensiya miqdori vaqti bilan oshirilishi mumkin. Lekin bu oshirish hamma uchun bir xil so'mda sezilmasligi mumkin. Kimning pensiyasi bazaviy miqdorga yaqin bo'lsa, oshish bir xil ko'rinadi. Kimning pensiyasi yuqoriroq bo'lsa, boshqa tartibda hisoblanishi mumkin. Ba'zan odam menga 1000 qo'shildi, qo'shnimga bitta ming qo'shildi deb norozi bo'ladi. Bunda pensiyaning tarkibi ustamalar, qo'shimchalar, imtiyozlar, kompensatsiyalar va avvalgi hisob-kitoblar ko'riladi. 9-nozik jihat: rasmiy xabar bilan mish-mishni farqlash. Men har doim aytaman, pensiya bo'yicha qaror faqat rasmiy manbalarda e'lon qilinganidan keyin kuchli dalil bo'ladi. Telegramdagi ovozli xabar qo'shnining gapi, bozordagi mish-mish yoki noma'lum kanal yozgan xabar asosida vahima qilish kerak emas. Rasmiy manba deganda qonun hujjatlari, hukumat qarorlari, pensiya jamg'armasi izohlari, davlat xizmatlari portali, tegishli vazirlik yoki idoralarning e'lonlari tushuniladi. Endi eng muhim qism: siz nima qilishingiz kerak? Men buni qadam-qadam tushuntiraman. Birinchi qadam, pensiya tushumlaringizni tekshiring. Bank kartangiz bo'lsa, bankdan oxirgi 6 oy yoki 12 oy uchun hisobvaraq ko'chirmasini oling. Ko'chirmada pensiya qachon tushgani, qancha tushgani, qachon yechilgani ko'rinadi. Agar pul tushgan, lekin darhol yechilgan bo'lsa, bu pensiya organi muammosi emas, karta nazorati masalasi bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, pensiya miqdori bo'yicha rasmiy ma'lumot so'rang. Yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Mening pensiyam qaysi asosda hisoblangan? Umumiy ish stajim qancha deb olingan? Qaysi davr ish haqi hisobga kiritilgan? Qanday ustama yoki ushlab qolishlar bor? degan savollarni yozma shaklida bering. Og'zaki javob eshitib chiqib ketmang. Yozma javob keyin muammo bo'lsa, dalil bo'ladi. 3-qadam, hujjatlaringizni yig'ing. Sizda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, ish haqi haqida ma'lumotnomalar, arxiv ma'lumotlari, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, harbiy xizmat hujjatlari, nogironlik bo'yicha ma'lumotnoma, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, sud qarorlari yoki ijro hujjatlari bo'lsa, barchasini tartibga keltiring. Har bir hujjatning nusxasini alohida papkaga solib qo'ying. Asl hujjatni hech kimga nazoratsiz bermang. 4-qadam, agar pensiyadan pul ushlab qo'linayotgan bo'lsa, sababini aniqlang. Bank: biz faqat texnik to'lovni ko'ramiz deyishi mumkin. Pensiya organi: biz to'liq o'tkazganmiz deyishi mumkin. Shunda majburiy ijro byurosi sud qarori yoki boshqa undirish hujjati bor yo'qligini tekshirish kerak. Agar ushlab qolish noto'g'ri bo'lsa,
darhol yozma ariza bering. Arizada mening pensiya to'lovimdan ushlab qolinayotgan summa bo'yicha asos hujjat raqami, sana va ushlab qolish foizini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozing. 5-qadam, agar staj yetishmayotgan bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Masalan, siz 1925 yildan 1994 yilgacha zavodda ishlagansiz, lekin mehnat daftarchasida muhr o'qilmaydi. Bunday holatda o'sha korxonaning hujjatlari qaysi arxivda saqlanishini aniqlash kerak. Tuman yoki viloyat arxiviga, korxona vorisiga, hokimlik arxiv bo'limiga murojaat qilinadi. Arizada ishga kirgan sana, chiqqan sana, lavozim, korxona nomi, bo'lim nomi imkon qadar aniq yoziladi. Men ishlaganman deb umumiy yozish yetarli bo'lmaydi. 6-qadam. ishlayotgan pensionerlar ish beruvchi bilan hujjatlarini tekshirsin. Ish shartnomasi bormi? Buyruq rasmiylashtirilganmi? Soliq hisobotida ish haqi ko'rsatilganmi? Sizning shaxsiy identifikatsiya ma'lumotlaringiz to'g'ri kiritilganmi? Bular muhim. Agar ish beruvchi sizni norasmiy ishlatayotgan bo'lsa, keyinchalik bu daromad pensiya qayta hisobida ko'rinmasligi mumkin. Rasmiy ishlash bugungi kun uchun soliq degani bo'lishi mumkin. Lekin ertangi kun uchun huquqiy himoya ham beradi. 7-qadam, agar sizga pensiyangiz bo'linadi yoki kamayadi deb qo'ng'iroq qilsa, shaxsiy ma'lumot bermang. Soxta qo'ng'iroqlar ko'paygan. Ayrim firibgarlar pensionerlarga telefon qilib, pensiya kartangiz yangilanadi, to'lov 2 qismga ajratiladi, kod ayting, SMS raqamni bering deb aldashi mumkin. Hech qachon bank kartasi raqami, SMS kod, PIN kod, pasport nusxasi yoki bank ilovasi parolni telefon orqali bermang. Rasmiy idora hech qachon sizdan SMS kod so'ramaydi. 8-qadam, har qanday muammoni yozma ariza bilan boshlang. Arizada ismingiz, familiyangiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya turi, muammo mazmuni va aniq talab bo'lishi kerak. Masalan, pensiya miqdori kamayganining sababini tushuntirib berishingizni, hisob-kitob varaqasini taqdim etishingizni va agar xatolik bo'lsa qayta hisoblashni so'rayman. Arizani 2 nusxada tayyorlang. Bir nusxasini topshirasiz, ikkinchisiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydirasiz. Elektron murojaat yuborsangiz, murojaat raqamini saqlab qo'ying. 9-qadam, oilangizdagi pensionerlarga yordam bering. Ko'p ota-onalarimiz hujjat, bank, ariza, elektron portal masalasida qiynaladi. Ular ko'pincha mayli, shu ham yetadi deb yuradi. Lekin 2000 so'm, 2000 so'm, ba'zan undan ham ko'proq farqlar davomida katta pul bo'ladi. Farzandlar bank ko'chirmasini chiqarib bersin, hujjatlarni skaner qilsin, ariza yozishda yordam bersin. Bu faqat pul masalasi emas, bu keksa insonning haqqini to'g'ri olish masalasi. 10-qadam, rasmiy yangiliklarni kuzating. Pensiya bo'yicha haqiqiy o'zgarish bo'lsa, u albatta rasmiy tartibda e'lon qilinadi. Men tavsiya qilaman. Pensiya jamg'armasining rasmiy xabarlari, davlat xizmatlari portali, qonunchilik bazasi va ishonchli axborot manbalarini tekshiring. Agar biror xabar juda vahimali yozilgan bo'lsa, masalan, hammaning pensiyasi yarimga tushadi desa, darhol savol bering. Qaysi qonun, qaysi modda, qaysi sana, qaysi toifadagi pensionerlar? Aniq javob bo'lmasa, bu shunchaki mish-mish bo'lishi mumkin. Yana bir muhim masalani alohida aytaman. Pensiya bo'yicha har bir insonning holati individual. Men umumiy tushuntiryapman, lekin sizning aniq pensiyangiz bo'yicha yakuniy javobni faqat hujjatlaringizni ko'rib, vakolatli organ beradi. Shuning uchun kimdir menga shunday bo'ldi, demak senga ham shunday bo'ladi desa, bunga darhol ishonmang. Bir odamda qarzdorlik bor, ikkinchisida staj kam, uchinchisida ortiqcha to'lov aniqlangan, to'rtinchisida arxiv hujjati topilgandan keyin pensiya oshgan bo'lishi mumkin. Hayotiy misol sifatida shuni aytaman. Bir pensioner ayol 25 yil tikuv fabrikasida ishlagan, lekin pensiya hisobida bu davr to'liq chiqmagan. U avval endi bo'ldi pensiyam ham ekan deb yurgan. Keyin arxivdan ma'lumotnoma oldi. Ishga qabul qilingan va bo'shagan sanalari tasdiqlandi. Ish haqi bo'yicha hujjatlar ham topildi. Natijada pensiyasi qayta hisoblandi va oldingi miqdordan oshdi. Demak, muammo har doim kamayish emas, ba'zan odam o'z hujjatini tiklasa, haqqini ko'proq olishi ham mumkin. Yana bir misol, bir erkak pensioner kartasidan har oy 300 ming so'm kam olayotganini sezgan. U pensiya kamaydi deb o'ylagan. Tekshiruvda ma'lum bo'lganki, eski kredit bo'yicha ijro hujjati ochilgan va ushlab qolish bo'layotgan ekan. U tegishli idoradan qarzdorlik qoldig'i, ushlab qolish foizi va tugash muddatini yozma oldi. Shundan keyin vaziyat tushunarli bo'ldi, agar u tekshirmaganda. Yana oylar davomida davlat pensiyamni kesyapti deb noto'g'ri xulosa qilib yurardi. 3-misol,
Bir ayol pensiya kartasini o'g'liga berib qo'ygan. Har oy pensiya tushgan, lekin ayol qo'liga kam pul olgan. U pensiyamni ikkiga bo'lib berishyapti deb o'ylagan. Bank ko'chirmasi olinganda esa pul to'liq tushgani, keyin do'kon, bankomat va pul o'tkazmalari orqali yechilgani ko'ringan. Bu holatda huquqiy masala boshqa. Pensionerning o'z mablag'i ustidan nazoratini tiklash kerak. Shuning uchun men pensionerlarga kartani o'zlari nazorat qilishni, ishonchnomani esa faqat juda ishonchli shaxsga va zarurat bo'lsa berishni maslahat beraman. Bugungi mavzudan asosiy xulosa shuki, pensiya ikkiga bo'linadi degan gapni eshitib darhol vahimaga tushmang, lekin beparvo ham bo'lmang. Pensiya kamayishi, ushlab qolinishi, qayta hisoblanishi yoki ikki xil to'lov masalasi har bir odamda alohida sababga ega bo'lishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l bank ko'chirmasini tekshirish, pensiya jamg'armasidan yozma ma'lumot olish, hujjatlarni tartibga keltirish, qarzdorlik bo'lsa sababini aniqlash va rasmiy manbalarga tayanish. Agar siz 6 yoshdan oshgan bo'lsangiz yoki oilangizda pensioner bo'lsa, bugunoq hujjatlarni bir ko'zdan kechiring. Pensiya qachon tushyapti? Qancha tushyapti? Nima ushlab qolinmoqda? Staj to'liq hisoblanganmi? Ish haqi ma'lumotlari to'g'rimi? Bularni tekshirish kerak. Shunda siz mish-mishdan qo'rqib emas, hujjatga tayanib harakat qilasiz. Sizningcha pensionerlar uchun pensiya hisob-kitobi yanada ochiqroq bo'lishi kerakmi? Izohlarda o'z fikringizni yozing. Agar sizda pensiya kamaygani, ushlab qolinishi yoki qayta hisoblash bo'yicha tajriba bo'lsa, boshqalarga foydasi tegishi uchun kommentariyada yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling, chunki men pensiya, nafaqa, ijtimoiy yordam va huquqiy masalalarni oddiy xalq tushunadigan tilda tushuntirib boraman.